Assalomu alaykum. Siz Pushkin nomidagi axborot kutubxona markaziga qanchalik tez kelib turasiz? Assalomu alaykum. Men bu Pushkin markaziga har hafta kelaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Kutubxonamizdagi sharoitlar sizni qoniqtiradimi? Ha, meni kutubxonangizdagi sharoitlar juda ham qoniqtiradi. Hamma joy yorug', hamma imkoniyatlar yaratilgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni kutubxonamizga kelayotganingizni ko'rdim. Shunga savol berayotgan edim. Siz kutubxonamiz bilan tanishmisiz? Kutubxonamiz haqidagi ma'lumotga egamisiz? Ha, egaman. Qachon a'zo bo'lgansiz? Sentyabrda o'qish boshlanayotgan vaqt. Kutubxonamizda har doim siz izlagan kitoblarni topib olganmisiz? Ha, topganman. Ko'p kiraman. Rahmat. Ish xodimlari ham juda yaxshi. Kutubxonamizda siz izlagan kitoblar tez topiladimi? Tez topiladi. Kutubxonamizni ijtimoiy tarmoqlarini ham kuzatib borasizmi? Asosan Telegram orqali. Nima yangilik qilishni istardingiz kutubxona bo'yicha? Kutubxona bo'yicha chet tillarini qavatini yanada ko'proq kitoblar boyitsa bo'ladi. Kutubxonamizda tezda siz so'ragan kitoblar topib beriladimi? Albatta. Kutubxonani ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borasizmi? Ha, faqat Telegramda. Kutubxonamizdagi shart-sharoitlar sizga yoqadimi? Ha, albatta, kutubxonadagi sharoitlar a'lo darajada. Hammasi zamonaviy, yaxshi jihozlangan va juda qulay. Rahmat.